kasalni yashirsang istamasi oshkor qiladi degan gap bor xalqimizda. Assalomu alaykum. Haqiqatan ham men hech qatim og'rimayapti deb yursangiz, bir payt temperaturangiz ko'tarilib ketib qolishi mumkin. Ichingizdagi bir kasallik bekitib yurgan bo'lsangiz. Yo bo'lmasam bir narsa bezovta qilib turgan bo'lsa, o'tib ketadi deb bekitib yuraversangiz, bir kun вообще yura olmay qolishingiz mumkin. Misolda, belda grizja bo'lsa, bir qanaqadir belim shamollabdi shekilli deb turib, bir ikkita fizioterapiya qilsam o'tib ketib qoladi deb yuraversangiz, bir kun borib вообще egilib qolishingiz mumkin. Xuddi shunday qo'qonlik tabibni ham mana sirlari birin-ketin ochilishni boshladi. O'zi shu choqqacha butun ochilib kelayotganda, endi hozir butun asl siri eng kerakli joyi ochildi. Buni kim ochdi? Buni Tojikistondan o'zimni davolataman, qizimni ko'rsataman deb kelgan bemor ochdi. Tojikistondan kelgan. Endi bu tabibni ham juda nima deydi, yasama dovurug'i shunchalik mashhur bo'lib ketdiki, bu Qozog'iston qolmadi, Qirg'iziston qolmadi, Ozarbayjon qolmadi, bu Yevropalarga ham borib keldi, Rossiyalarga borib, endi kim ishonsa o'shani davolab keldi-da, o'zicha. Go'yoki bu tabibda bionur bor deb odamlar ishonyapti. Endi bionur yo'liga aniq, buni sababi mana endi ochildi. Shu paytgacha hech kim gapirmovdi buni. Shu tojikistonlik ayol baraka topsin, shu sirni ochdi. Ya'ni u sirni qanaqa sir desangiz, o'z ko'zi bilan ko'rgan. Bilasiz, oldingi videolarda eshitgansiz, mahallada, o'zi yashaydigan mahallada yo'lning ikki tomonidagi hamma xonadonlarni ish bilan ta'minlagan. Endi qaysidir ma'noda ish bilan ta'minlagan. Kimdir uyiga mehmon qo'yadi, kimdir ovqat qilib sotadi, yana kimdir mashinasiga joy beradi. Xullas, hammaga o'sha ish, biznes bor. Endi yana bir alohida xonadon bor ekanki, endi bu to'satdan ko'rib qolgan shekilli, u xonadonda faqat yasama, yolg'on kasallar yotar ekan. Erkak, ayollar. Misol uchun bir xonasida erkaklar bo'lsa, bir xonasida ayollar. Bir 10 tacha erkak, bir 10 tacha ayol bor deydi. Endi u ayollar kim, erkaklar kim desangiz, ular yolg'ondan kasal. Misol uchun oqsoqlanib keladi. Videolari internetda tarqaydi-ku. Bormi og'riq desa, yo'q, oyog'im tuzaldi deydi. Shunaqa qiladi-yu. Mana shu jigarim og'riydi desa, qani to'xtangchi deb undoq silab turib. Endi-chi deydi, bu yoqda hech kamayganday bo'ldi deydi. Bir marta silaydi. Cho'ti tuzalib qoldim shekilli deydi. Va shuni video qilib qo'yib yuboradi. U video internetda tarqaydi. Yurmayotganlarni yurgizib o'rayotgan ekan. Turolmayotganlarni turg'izib o'rayotgan ekan. Mana shunaqa. Endi bu davolamagan kasali ham qolmadi o'zi buni, bor-ku. Shunga ishonib odamlar keyin boradi. Mana sizga uni haqiqiy erkaklar ham xuddi shunday. Boradi, mana shu belim deydi, anchadan buyon og'riydi deydi, davolatmagan joyim qolmadi, lekin tuzalmadi deydi. Endi shu bitta silab qo'ysangiz balki tuzalib ketar deydi. Bu ham silab qo'yadi, tuzalib ketadi. Uni odamlar ko'rib, bu odam boraveradi. Bu yana u erkaklarni ham, ayollarni ham o'rnini almashtirib, yangi o'sha yasama, yolg'ondan kasallarni olib kelib, endi ularning hammasiga pul beradi albatta. Chunki bu odam pul aylanib turibdi-yu. Tinimsiz odam kelib turibdi. Bu har bitta kirgan odam misol uchun 150-100 mingdan pul berayotgan bo'lsa, bir kunda nechta odamni qabul qiladi? Mana uni asl siri mana shunda. Internetga yolg'ondan video chiqaradi. Haqiqatda kasal edim, mana shu bitta qo'lim ishlamayotdi, mana shu silagandan keyin ishlab ketdi deydi, yo silab ko'rsatadi. Odamlar ishonadi, boradi, shu aylanib yotibdi. Yo ana bitta odam keldi, ana skoriydan deydi, ana bu yoqdan keldi deydi. Yana bir marta shu qo'qonlik tabibni sirlariga, o'sha nimalariga uchib, nayranglariga uchib borayotganlar. Bormang. Mana ko'rdingiz, u tuzalganlar hammasi yolg'on bemorlar, yolg'ondan kasal, yolg'ondan, rostdan kasal emas. Bormang, tamom, vassalom. U hammasi yolg'on. Borib bekorga mablag'ingizni sarflab, o'zingizni ham ovora